Yaxshi mashina so'ragan obunachilarimizga 96-yilda ishlab chiqarilgan o'zimizning nomimizda mashina kelib qoldi. Mana aylanib o'zimiz sotganda o'zimizning nomimizda liboy dokument beramiz. 96-yil, motor mo'z qarobda zo'r ishlab turibsiz. Hadoy holatlarga umuman mashinaning ishi yo'q, kuzlarda ishi yo'q. S5 disklar to'qib qo'yilgan. Gazlari temir 33-yilgacha Gurjitli Sport bilan qilingan. Hozir ko'rib turibsiz. Salonlarni aytib ko'rsatib o'tamiz. Salonlari start stop tezlikni bildiradigan. Mana ko'rib turibsiz, mayton kolonka, pultlari bor. Sidinalar akkuratniy. Rol chiroyli rollar qo'yib qo'yilgan. Motorimiz ichidan ko'rib turibsiz. Normalniy holatda. Mashinamizda hech qanaqa ham ko'sti yo'q. Narxi $1650 ga ozgina o'tib beramiz. Kelib haydab ko'rasiz. Yo'qsa mashina sizniki. $1650 96-yilda